Retsepti $100 ga sotib olingan. Yoshlikni eslatuvchi karamelli medavik. Retseptini doimgidek sizlarga tekinga beraman. Va aytaman, siz aniq bu usulda tayyorlab ko'rmagansiz. Krem tayyorlashdan boshlaymiz. Havoga shakar solib, pastroq olovda karamel holatiga keltiramiz. Issiq ammo qaynamagan sutni oz-ozdan solamiz. E'tiborli bo'ling, oz-ozdan. Boshqa idishda tuxum, kukuruzning kraxmal solib yaxshilab aralashtiramiz. Oldindan tayyorlagan karamelli sut va sariyog' solamiz. Kichiklik qildi, kattaroq idishga soldim va varyon sgushonka solamiz. Yoki laqqa yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor medavik korjlarini tayyorlashga o'tamiz. Shakar, tuxum solamiz va mikser yordamida yaxshilab ko'pirtiramiz. Bunga qadar havoga shakar, asal va chayni soda solamiz. Nega 2 xil asal soldim va yana boshqa sekretlarni bilish uchun direct orqali plus belgisini yuboring. Men sizga to'liq retseptini yuboraman. Ko'pirib ranglari shunaqa chiroyli holatga keladi. Yumshoq sariyog' solamiz, yaxshilab aralashtirib, ko'pirtirilgan tuxum ustidan sekin astalik bilan quyib chiqamiz. Eng sifatli, oliy navli tanxonlardan solamiz. Xetil solib, xuddi videodagidek holatga keltiramiz. Tayyor bo'lgan massani teng 5 ga bo'lamiz va astalik bilan pishirib olamiz. Pishib chiqqan korjlarga krem surib taxlab olamiz. Bunaqa shohona medavik oila a'zolaringiz uchun tayyorlab bersangiz bormi? Aniq duo tegida qolasiz.